Shu Hakimonimizda bo'layotgan muammo xullas. Zamok yoqasi tabloda ko'rsatadi, lekin yonmaydi. Bu tomon yonadi, orqa tomonlari yonmaydi. Endi bu tomonni yoqamiz. Yonmaydi. Скорее всего, bunda ham shu joystikdan problema bo'lgan, pultidan. O'shani hisobiga yonmayapti deb o'ylaymiz. Endi dальше chochamiz, ko'ramiz. Balkim motor kolesosidadir ayb. Nima deydilar? Ham tayyor bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin. Mana bunaqa необычный lenta. Endi o'ziniki ichidagi platasi kuyib ketgan, shunga tek Jaydarinskiy qilib yubordim. Birdan 10 gacha baho. Xohlasanglar -10 gacha baho. Xohlaymiz sog' bo'lsin. Xullas, podpiska, komment, like, repost, xullas bilganinglarni qilishinglar mumkin.